70-80 tadan bittagina odam pul topa oladi. Tramp nima dedi? Federal rezervni sistema nima dedi? Men nima to'paymanmi? Yo men biron bittasini ko'nglini ortib qo'ydimmi? Men zo'rman, men yulduzman, men geniyman degan ichingizda hissiyotlar aylanishni boshlaydi. Bir hafta har kuni pul topdim. Kuniga 1000, 2000, 5000. Faqat ilm o'zi yetmaydi. Unga xarakter kerak. Birinchi navbatda bu sohaga kirmanglar degan bo'lardi. Nimaga? Faqat ilm o'zi yetmaydi. Lekin 2-3 soat uchun bu trading uchun juda katta vaqt. U paytda siz aksiya yo pastga yo tepaga yo valyuta pastga tepaga ketib qoladi. Ko'pchilik faqat tradingni signallardan, sonlardan yoki har xil belgilardan iborat yoki shakllar bo'ladi o'zini. Unaqa qiladigan bo'lsa, demak ketish kerak yoki pastga tushsa, tepaga chiqish kerak degan qanaqadir shakllar bo'ladi. Shundan iborat deb o'ylar ekanda. Men ham shundan trading bu faqat grafikdan iborat emas. Grafikni chizib olib yaponskiy svechi dedi. O'sha yaponskiy svechini chizib olib tagidan har xil indikatorlar, MACD, Fibonacci numbers, tam скользящий среднийlar kesishganda tepaga ketadi. Bunaqa bo'lsa bunaqa bo'ladi. Yoki bayroq formasini chizsa o'sha yaponskiy svechi tepaga ketadi, teskari chizsa pastga ketadi. Har xil faqat indikator. Bu 100% shunaqa bo'ladi degani emas. Ложный пробитие yo ложный anaqa juda ko'p bo'ladi. Buni haqiqatan cho'ntagingizdagi pul bilan sinaysiz. Bu to'g'ri pozitsiyami, noto'g'ri pozitsiyami? Men o'sha grafiklardan ham ko'ra iqtisodiy bilimlar bilish ko'proq foydaliroq ekanda. Ikkalasi ham o'ta muhim. Shu sohaga kiraman degan insonlar nimalarga tayyor bo'lish kerak? Birinchi navbatda bu sohaga kirmanglar degan bo'lardim. Nimaga? Bu sohada 50 ta, balki de 70-80 tadan bittagina odam pul topa oladi. Chunki bu sohada faqat ilm o'zi yetmaydi. Unga xarakter kerak. Unga psixologiya kerak, unga sabr kerak, unga intizom kerak. Azgina narsani ustida, azgina $5, $10, azgina yutuqni ustida katta muvaffaqiyat quriladi. Bunga juda katta intizom, sabr kerak. Bu oddiy odamda juda qiyin. Nega? Men o'zim undan o'tgan narsani aytaman. Misol uchun bir hafta har kuni pul topdim. Kuniga 1000, 2000, 5000 dan topdim. O'sha hafta keyingi hafta men o'zimni yo'qotib qo'yaman. Ko'p holatlarda men zo'rman, men yulduzman, men geniyman degan ichingizda hissiyotlar aylanishni boshlaydi. Oqibatda xato qilishni boshlaysiz. 3 kun, 5 kun shunaqa qilib xatolar ichida pul yo'qotganingizdan keyin siz teskarisi holatga tushasiz. Ya'ni nimaga menda o'xshamayapti? Ana unda o'xshayapti, bunda o'xshayapti. Nega menda o'xshamayapti? Men nima to'paymanmi? Yo men biron bittasini ko'nglini ortib qo'ydimmi? Men jazo olyapmanmi? Va hokazo. Odamimizda hissiyot bor. Uzoq muddatga borish uchun mana shu hissiyotlarni jilovlay oladigan odam bo'lish kerak. Faqat ilm o'zi yetmaydi. Azgina yutuq ko'nikmani ustida intizom va sabr bilan quriladi. O'rtacha kamida 1 yil ketadi. Stabil, kam daromadga chiqishingizga. Yaxshi daromadga chiqishingizga 3 yil vaqt ketadi. Bu qo'shimcha ish sifatida qarasangiz sizda o'xshamaydi. Hamma narsani yig'ishtirib shuning ichida bo'lish kerak. Fokus berish kerak. Chunki siz faqat borib 1 soat oldin ikkita grafikni ko'rib savdo qilishingiz kerak emas. Yangiliklar o'qishingiz kerak. Tramp nima dedi? Federal rezervni sistema nima dedi? Amerika mehnat vazirligi nima dedi? Yevropada nimalar bo'lyapti? Bu hamma novostlarni o'qish kerak. Ya'ni o'qiganda ham faqat oddiy novost o'qilmaydi. Buni ham o'zining saytlari bor, obuna sotib olasiz. Hali hech kimda yo'q. Minutiga chiqadigan yangiliklar. Masalan, Tramp bitta gap gapirib qo'ysa, iqtisodiyotga o'sha moment chiqadi. 3 sekund, 5 sekund. Mana shunaqa saytlarga a'zolik badalini to'lab $50, $100 mana o'shanaqa saytlarda o'tirish kerak. Masalan, hozir bitta saytga kiring, urush boshlansa, uni o'sha saytda deylik, yangilik sayti bo'lsa ham 2-3 soat keyin eshitasiz. Lekin 2-3 soat uchun bu trading uchun juda katta vaqt. U paytda siz aksiya yo pastga yo tepaga yo valyuta pastga tepaga ketib qoladi. Siz yo katta pul topasiz, yo katta pul yo'qotasiz. Sizga 3-5 sekundda, 10 sekundda maksimum kerak informatsiya.